Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, efirda Xorazm 24 axborot dasturi. Bugungi kunda shahar va tumanlarimizning ravnaqi, aholi farovonligi avvalo mustahkam infratuzilmaga bog'liq. Yo'llar, piyodalar, yo'laklardagi qulayliklar ana shular jumlasidan. Viloyatimizda mazkur yo'nalishda olib borilayotgan amaliy harakatlar odamlarning turmush darajasini yuksaltirishga hissa qo'shmoqda. Sifatli va keng yo'l vaqtni tejashga ham imkon beradi. Hozirgi lavha bilan fikrimizni yanada to'ldiramiz. Oxirgi yillarda Xorazm viloyatida keng ko'lamli qurilish va obodonlashtirish ishlari natijasida hududlar infratuzilmasi yaxshilanmoqda. Shuningdek, bu yerda Urganch shahri va Urganch tumanini bog'lovchi asosiy yo'l ta'mirlanib, yo'lning ikki tomonida piyodalar va velosiped yo'lakchalari qurilyapti. Aholiga qulaylik yaratish hamda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida foydalanuvdagi davlat ahamiyatini ega D219 Urganch shahar aylanma avtomobil yo'lini 8,5 kilometr, ya'ni 2,5 kilometr qismida ta'minlash ishlari davom qilmoqda. Urganch shahar bilan Urganch tuman markazini bog'lovchi 90/019B, ya'ni Urganch shahar bilan Urganch tumanini bog'lovchi mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'limizdan ta'minlash ishlari amalga oshirilmoqda. Ta'minlash ishlari dasturida asosan shu yangidan qoplama yotqizish hamda tungi chiroqlar o'rnatish ishlari amalga oshiriladi. Avtomobil yo'llari bosh boshqarmasiga qarashli tizim korxonalari, ish xodimlari va texnikalar shu ikki smenali ishlarni olib borib turibdilar. Obyektimizni shu dekabr oyi oxirigacha foydalanishga topshirib, shu aholiga qulaylik yaratish maqsadimiz bor. Asosan ushbu yo'ldan tumanlardan kirib kelib shaharga o'tib ketishda harakatlanadigan avtomashinalarga sharoitlar yaratilib, yo'lning o'tkazuvchanligi oshishiga erishiladi. Hududda yaqin kunlarda quyosh panelida ishlovchi tungi yoritish chiroqlari o'rnatish, ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirilib, talabga javob beruvchi avtomobil yo'liga aylanishiga erishiladi.